Hamma flebologlar diqqatiga. Bo'ldi diplominglarni otib yuboringlar. Biz varikozni umuman noto'g'ri davolayotgan ekanmiz. Mana otib yubordim. Varikozdan operatsiyasiz ham xalos bo'lish mumkinmi? Ha, biz sizga venokropinni tavsiya qilamiz. Rossiyada ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lib, varikozdan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Krem qanaqasiga teri ostiga kirib 3-4 mm bo'ladi qalinligi. Yog' qavati qalinroq bo'lsa, u 1 cm gacha bo'ladi. Shu yerda joylashgan yuzaki tomiri ichiga kirib, devori titilib ketgan, kengayib ketgan, bo'rtib ketgan tomiri qanaqadir krem kirib, tuzatib, yana o'sha bo'rtib ketgan tomirlaringiz kirib ketadi. Uzum shingildek bo'rtib ketgan tomirlarni bunday sursangiz yoki mayda tomirlarga ham sursangiz ham umuman bir tiyin foydasi yo'q. Flebolog sifatida maslahatim, yaqinlaringizga mana shu videoni yuborib qo'yinglar. Kremlarni varikoz davosiga bir tiyin foydasi yo'q. Arzon tursa ham mayli. Millionlab odamlar ketkazadi. Undan ko'ra to'g'ri lecheniyaga borib qilish kerak.